yuqori malakali migrantlar Rossiyada imtiyozlarga ega bo'ladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Yuqori malakali xorijlik mutaxassislar rus tili va tarixi bo'yicha majburiy imtihondan ozod qilinadi. Shuningdek, bir qator boshqa imtiyozlarga ega bo'ladi. Shunday qilib, imtiyoz sifatida bunday migrantlar o'zlari va yaqin qarindoshlari uchun soddalashtirilgan tartib orqali yashash uchun ruxsatnoma olish huquqiga ega bo'ladi. Shu bilan birga ish beruvchilar ushbu mutaxassislarni ishga olish uchun maxsus ruxsat olishlari shart emas. Peterburgda millatlarni farqlovchi kameralar o'rnatilmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Sankt-Peterburg ma'muriyati bergan xabarga ko'ra, 8000 ta shahar video kamerasi etik identifikatsiya uchun sozlandi. Bu haqda Kommersant nashri yozmoqda. Amaldorlar bu kameralar yordamida muhojirlar va ularning joylashuvini kuzatmoqchi. Prezident huzuridagi Inson huquqlari kengashi va kamera tasvirlari orqali etnik mansublikni aniqlash g'oyasini inson qadr-qiymatini kamsituvchi deb baholadi. Shahar ma'muriyatining millatlararo munosabatlar qo'mitasi rahbari Oleg Kapitanov shahar hukumati yig'ilishida yangi funksiyal haqida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, xavfsiz shahar axborot tizimida etnik mansublikni aniqlash mexanizmi joriy etiladi. Kapitanovning tushuntirishicha, bu etnik anklovlarni shakllanishini oldini olish va ijtimoiy keskinlikni bartaraf etish uchun ishlab chiqilgan. Qo'mita etnik mansublikni aniqlash uchun litsenziya sotib olish bo'yicha shartnoma imzolagan. Rossiyada hatto pasportda millat ko'rsatilmaydi. Endi esa qandaydir kameralar insonning etnik mansubligini aniqlashi mumkin ekan.